Ana o'rtoqlar. Assalomu alaykum hurmatli meni kuzatib boruvchi obunachilar hamda teletomoshabinlar. Uzoq vaqtdan buyon kuzatib boraydim. Internetda shu pishirib berish masalasi bo'yicha. Xo'sh, pishirib berishdi. O'rtoqlar, shu makkadonni pishgan payti e'tibor qaratinglar. Shu qo'llardan ezilgan payti yanchilgunga qadar pishiringlar birinchidan, ikkinchidan shu ichiga un bo'lib qoladi hamrohchada. Ana, hamrohchada un bo'lib qoladi. Iloji boricha buni qay usulda berish kerak degan savolga o'sha drabilkadan o'tkazib yarmi holatiga keltirib solsa, endi ustiga o'tirishga bizga vaqt bo'lmayapti. Ustiga o'tirib buni ozgina tagini qo'zg'atib turish kerak. Aks holda yarmi tagiga olib ketishi mumkin, yopishishi mumkin qozonda. Agar kimning vaqti bo'lsa, bemalol pishirib bersa, ichidan o'tmaydi emas. Qo'shqorni ichidan, quydi ichidan обязательно bu gideta 20%, 30% o'tadi. Lekin masalan tiqilishda oldinni oladi bu. Bo'kib qolishlarni oldinni oladi. Xo'sh, ancha-muncha kasalliklarni oldinni oladi birinchidan. Ikkinchidan o'zgarish effekti ham zo'r bo'ladi. O'zgarish o'sha 8 kilo, 10 kilo o'zgaryapti degan odamlarni e'tibor qarasangiz, ko'pisi pishirib beradi. Bir ikkita internetlarda ma'lumot, onlayn ma'lumotlarda ko'rib qoldim. Pishirib berish uncha foydali emas. Pishirib berish ichidan o'tib ketyapti 90%. U 90% o'tadimi, 100% o'tadimi? O'sha qo'chqor qo'ylar chorva olamiga o'ziga kerakli vitaminlarni oladi, o'ziga kerakli narsani oladi badaniga. Ana undan so'ng o'tib ketaveradi. Hazm bo'lish jarayonida uspet qilmasdan, ya'ni hazm bo'lish jarayonida uspet qilmasdan qolganlari o'tib ketadi. O'shanga ham 90%, 50% emas, gideta 20-30% o'tib ketishi mumkin. Lekin o'sha odamlarni masalan o'tib ketdi, go'ngidan o'tib ketdi, yo bo'lmasa qarasam nimasiga effekt bermayapti degan odamlarni shunday borib qo'ylarini solishtirsangiz, oddiy yem bilan, masalan arpa yoki bug'doy bilan quruq yarmi holatiga berib boqaygon bilan pishirib boqaygonni oddiygina shundoqqina olib, shundoqqina solishtirsangiz, bemalol ko'zingizga ma'lum bo'ladi. 80-90% pishirib berilmagandan farq qilgani. Ya'ni hozir siz quruq bergan paytingiz uzoq muddatga boqishingiz kerak. Ya'ni quruq berganning hisobiga gideta 7 oy, 8 oy uzoq muddatga taq bo'ladi. O'sha qo'chqor ham yoki qo'y bo'lgan taqtirgan, ona qo'ylar bo'lgan taqtirgan 4 oy, 4,5 oylarga taq bo'ladi. Agar pishirib bersangiz, qo'chqoringiz 3 oyda, moda qo'ylar esa shu qo'ylar uzog'i bilan 50-60 kunga taq bo'lib sotuvga tayyor bo'ladi. Ya'ni 25 kilo olsangiz, shu 38 kilo, 40 kilo atrofiga go'sht hisobiga 40 kilo atrofiga o'zgaraveradi. O'rtoqlar, shuning uchun pishirib berishdan hech qachon qo'rqmanglar ham. Shu internetda ham sehrli qazolarni ko'rgansizlar. Men bu holatni endi o'zim 10 yil oldin ham qilardim. Ancha vaqtim bo'lmay qoldi, shunga qilmay yurdim. Mana hozir 4-5 ta qo'chqor olib, shuni yana bir bor ispitaniyadan u paytini o'lchamaganman. Qo'chqorni o'zini o'lchamaganman. Barcha holatlarni inobatga olmaganman. Hozir o'sha kalsiyalarni bermaganman, ukol dorisini qilmaganman 10 yil oldin qilgan paytim. Hozir endi o'sha kerakli miqdorda kerakli o'sha ratsionalda berib, xo'sh, shirot kerak bo'lsa shirot berib, yem kerak bo'lsa yem berib, bug'doy yegan paytda bug'doy berib, xo'sh, hammasini o'z vaqtida qilib, ukol dorilarni o'z vaqtida qilib, endi hozir oyma-oy kilosini o'lchab boryapman. Shu oy to'g'risini aytayman sizlarga. Hali o'lchaganlarimni ham tashlayman. Hozir bug'doy jarayonini men sizlarga shunchaki ko'rsatyapman. Bu bug'doy jarayonini ko'rsatyapman. O'rtacha 8 kilo bilan 11 kilo arasi. 8 kilo bilan 11 kilo arasi. Quruq berib ko'rdim men. Shu sentyabr, oktyabr oyi to'liq quruq berib ko'rdim. O'rtacha uzog'i bilan tashagani 608, 82.
pishirib bergandan keyin to'g'ri ichidan o'tkazgan bo'lishi ham mumkin. Bir ikkitasini ochib ko'rdim men, bitta yarimta bor, yo'q emas. Pishirib bergandan keyin o'sha eminni o'sha qo'chqorlar 8 kilo 200 gram, 8 kilo 700 gram, 9 kilo 300, даже bittasi 11 kiloga o'zgarganini ko'rdim men. 11 kiloga o'zgarganini ko'rdim. Ertalab namozga beraman men 2 mahal. Bir mahal o'sha qo'chqorlarda quruq bug'doyni yarmi holatiga keltirilganini beraman. Yem berish jarayonini ham keyinchalik ko'rsatib o'tamiz. Hozir yemimizni pishish jarayonini e'lon qarin tomosha qilyapmiz. Tak что o'rtoqlar, hech nimadan ikkilanmasdan pishirib beraveringlar. Pishirganga ham dunyo narsa ketmaydi. Uzog'i bilan xo'sh. Bir aravacha o'tin topilmasa mana quyida o'zini go'ngi bor. O'sha orqali topilsa o'tin, ya'ni tarasha. Tarashadan bir qo'ltiqchagina tashlaysiz, mana shunga keltirib. Qarabsizki, ulovlar olishib ketaveradi-da. Yongan. Uzoq bilan 2 soatga 1 soat 40 minutlarga tayyor bo'ladi. Hozir suvini tortib olib, bu 20 kilo solgan bo'lsak, 20 kilo narsamiz 42-43 kilo bo'ladi. Birga birdan ham ziyod tashlaydi. Bitta qo'chqorga ertalab 500 gram, kechga 500 gram. 1 kilo narsa yeyapti. Qurug'iga hisoblasangiz 500 gram narsa yeyapti. Shuni endi quruq hisoblasangiz, masalan, yarim kilo narsangiz 1 kilo bo'lyapti, yarim kilodan 2 mahalga beryapsiz. Agar buni olib qarasangiz, siz 500 gram narsani ertalab namozga beryapsiz. Obed vaqti 200 gram bug'doyni yarmasi o'tkazilgan, yarmasi hozir uni ham ko'rsataman. Mana. Bug'doy yarmi, mana shunday. Hech narsa qo'shilmagan, aralashtirilmagan. Bu o'sha bug'doyni yarmasidan mana shu idishimiz bilan 4 ta qo'chqorga bitta beraman. Hisoblab chiqqanman. Bu 750 gramlar, 200 gramdan tushadi. 200 gramdan tushadi. Shu uchun o'rtoqlar, hech narsadan qo'rqmasdan zavancha qilib bug'doyni ham, arpani ham, makkani ham pishirib bersangizlar yuqumli bo'ladi, anchagina yuqumli bo'ladi. Hamda qo'chqorlarni, o'sha qo'ylarni, chorvolarni o'zgarishi ham tez bo'ladi. Rivojlanish, harakat tez bo'ladi. Bu ham bir sizlar uchun bizdan oddiygina layfhak deysizlarmi? Shunchaki ko'rsatib o'tdik. Kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta podpiska qilib ketinglar. Yana sizlarga foydali kontentlarni chiqarishda davom etamiz. Tak что bo'shashmanglar. Qo'rqmasdan quylarni o'sha eng o'rrig'ini olib, uzun liniyasi bo'lishi shart emas, arashan bo'lishi shart emas. Shu quylarni o'rrig'ini olib, hozir bozorlarda 2,5-3 millionga o'rriq uzun quylarni beryapti. Olasiz, 2-2,5 oyda taqib bo'ladi, 4,200, 4,300 sotasiz. Bu bozorda bor real voqea. Uzoq bilan yesa shu 300 ming, 350 ming narsa yeydi 2 oyda. 2 oyda 300 ming, 350 ming narsa yeydi. Xo'sh, sotgan paytingiz esa 1 million 200, 1 million 300 qo'rqmasdan tashlasa, o'shani ayirib tashlasangiz 350 ming, 900 ming, 800 ming bitta qo'ydan foyda qoladi. 2 oyda 400 mingdan 700 minggacha foyda qolganini men o'zim guvohi bo'ldim, boqib turib. 700 mingdan 900 minggacha foyda qoladi. O'sha uchun qo'rqmasdan quyda olib, shart emaslar, liniyasi bor, qanaqandir Edilbay yoki qanaqadir o'sha arashan zotini qimmatiga sotib olib, uni yedirib, keyin qaytib sotgan paytlarda balans bermaslik. Bozordan chiqish kerak. Shu o'rg'or quylarni olish kerak. Bu kerakli, aniq maslahat. Shu maslahatlarni olish uchun kimlargadir pulligan boradigan odamlar bor-da. Mana sizlarga bepul maslahat. Chiqasiz bozorda, ma'qulgina olasizlar. 2 oy, 3 oy boqasizlar. 2 oydan o'tgani rosa protsenti beraveradi. Ko'pincha agar saqlayman desangizlar, 4 oy boqsangizlar, rosa protsentga o'sadi. 3-4-oylar sizlarga qo'rqmasdan 10 kilo, 11 kilogacha
vazn tashlab beradi. Hozir o'sha aytayotgan o'sha живой весga 75-80 kilodan hisoblagan taqdirga живой весga 800 ming so'm, 700 ming so'm o'rtacha o'ynab kulib qoladi. Uncha og'ir mehnati yo'q. Pishirasizlar, ertalab kechga qoraysizlar. Obedda kimdir beradi, kimdir bermaydi. Chunki shunchaki quruq xo'shay tashlab qo'yadi. 50 ta qo'yga bunday olsangiz uzoq bilan 25 daqiqa vaqt ketadi. 50 ta qo'yga. 50 ta imkoniyatlaringiz bo'lmasa 50 ta emas, 10 ta olinglar. Hozir imkoniyatim yo'q degan odamga ham 10 ta qo'yga pul topiladi. Tak что bizdan shunchaki qiziq layfhak. Xo'sh. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa bitta obuna bo'lib ketib, yurakdan qizartirib ketishni esdan chiqmasin. Hammangizga kattakon rahmat.